Sizdan tinchlik bormi, yo'qmi? Qachon mana bunday boshqalarga o'xshab tinchgina yashayman. Keling, qo'shnimiz Sadoq bugun omonatini topshiribdi. Xo'p, endi men shunga nima qilishim kerak? Chiqib, tobutini chekkasidan ko'tarib yuboraymi? Yo, tavba. Qo'shnining o'rniga o'zi o'lsa bo'lmasmidi? Men ham qutulardim. Bolalarim, erim bilan mazza qilib yashardim. Qo'yman buni. Onasi? Voy, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi o'tirsan? O'zingni qo'lga ol. Tinchlik? Hozir keyin qo'ng'iroq qildi. Ading o'tib qoptilar. Nima bo'lgan ekan? Nimaga o'tib qoladilar? Ertalab soppa-sog' edilar-yu. Bilmayman. To'satdan o'tib qoptilar. Nimaga bizni tashlab ketdingiz? Yig'lama. Ading tirik. Menga qara. Har doim meni otamga o'lim tilayotganingda o'zingni ota-onangni ham o'yla. Og'zingdan chiqayotgan so'zga ehtiyot bo'l. Niyating o'zingga urib qolmasin.